AQSh bazalari yonmoqda. 500 dan ortiq AQSh askarlari halok bo'ldi. Netanyahu eronliklarga murojaat qildi. Eron Amerika dronlarini yo'q qilmoqda. Tramp Eronga qarshi operatsiya qancha davom etishini aytdi. Shimoliy Koreya Eronga raketa bermoqchi. Tramp va Netanyahu strategiyasi jiddiy zarba. Xameneyning o'limi Eron rejimining qulashiga olib keladimi? Germaniyalik ekspertlar javob berdi. Dubaydan Tel Avivgacha alangalar. Tramp davridagi eng katta harbiy inqiroz. AQSh razvedkasi Xameneyni oylar davomida kuzatgan. CNN. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada osonlashdi. Endilikda siz O'zbekistondagi Uzcard, Humo, Visa kartalariga yoki hatto naqd pul ko'rinishida ham tez va qulay holatda pul jo'natishingiz mumkin. Hoziroq Play Marketdan yuklab oling va 400 rubl bonusga ega bo'ling. Agarda sizda qandaydir muammo bo'lsa, 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati mavjud. Anjir Pay xalq tanlagan mobil ilova. AQSh bazalari yonmoqda. 500 dan ortiq AQSh askarlari halok bo'ldi. Netanyahu eronliklarga murojaat qildi. Eron Amerika dronlarini yo'q qilmoqda. Eron Islom inqilobiy qo'riqchilari korpusi Isfahon osmonida Amerikaning MK-9 razvedka zarba droni urib tushirilganini e'lon qildi. Shu bilan birga Ko'shan hududida yana bir nechta Hermes uchuvchisiz apparatlari yo'q qilingani bildirildi. Bu hodisalar Eron havo mudofaa tizimi faol jangovar rejimga o'tganini va AQSh razvedka ustunligi endi jiddiy qarshilikka duch kelayotganini anglatadi. Havo makonidagi bu to'qnashuv urushning texnologik bosqichi boshlanganini ko'rsatmoqda. Fors ko'rfazi tomonida esa vaziyat yanada og'irlashdi. Bahrayndagi Amerika harbiy bazalari ketma-ket bombardimon qilinayotgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tehron zarbalari AQShning mintaqadagi asosiy logistika va qo'mondonlik nuqtalariga qaratilgani yashirilmayapti. Eron harbiy raketa hujumlari natijasida AQShning yuzlab harbiy xizmatchilari yo'q qilingani da'vo qildi. Rasmiy bayonotlarda 560 nafargacha qurbon haqida gapirilmoqda. Bu raqamlar mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmagan bo'lsa-da, bunday da'vo urush axborot fronti ham maksimal bosqichga chiqqanini ko'rsatadi. Eron ovlari yana bir shov-shuvli bayonot bilan chiqib, Ba'd hududiga berilgan zarbalar natijasida Markaziy razvedka boshqarmasining 6 nafar yuqori lavozimli ofitseri yo'q qilinganini iddao qildi. Bu ma'lumotlar mustaqil tasdiq olmagan bo'lsa ham, mojaro razvedka va maxsus operatsiyalar darajasiga ham chiqib ketganini anglatadi. Eng xavfli zarbalardan biri Saudiya Arabistonida qayd etildi. Eron dronlari dunyodagi eng yirik neft eksport markazlaridan biri. Saudiya Aramco kompaniyasining Ras Tanura infratuzilmasiga hujum qildi. Sky News Arabiya xabariga ko'ra, zarbadan so'ng neftni qayta ishlash zavodi faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan. Bu hodisa urushning energetik frontini ochdi. Endi nishonlar harbiy obyektlar emas, balki global iqtisodiy tizimni ushlab turgan energiya markazlariga aylangan. Shu tariqa Eron AQSh qarama-qarshiligi yangi darajaga chiqdi. Osmonlarda dronlar urib tushirilmoqda. Harbiy bazalar bombardimon qilinmoqda. Tankerlar va neft zavodlari zarba ostida qolmoqda. Mojaro bir vaqtning o'zida harbiy, iqtisodiy va strategik ustunlik uchun olib borilayotgan keng ko'lamli urush tusini oldi. Har bir yangi zarba eskalatsiyasi chuqurlashtirilib, tomonlar ortga qaytish imkoniyati tobora kamayib borayotganini ko'rsatmoqda. Endi savol urush boshlangani yoki yo'qligida emas, savol uning qanchalik kengayishi va qaysi davlatlar keyingi bosqichda bevosita jang maydoniga kirib kelishidadir. Tramp Eronga qarshi operatsiya qancha davom etishini aytdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronga qarshi harbiy operatsiya taxminan 4 hafta davom etishi mumkinligini aytdi. Bu haqda u Daily Mail nashriga bergan intervyusida so'z ochdi. Uning so'zlariga ko'ra, operatsiya boshidanoq taxminan 4 haftalik jarayon sifatida rejalashtirilgan. Tramp Eron katta davlat ekanini ta'kidlab, operatsiya 4 haftadan ham kam vaqt yakunlanishi mumkinligini istisno qilmagan. Uning aytishicha, ishlar reja asosida ketmoqda va kutilgandan ko'ra ko'proq natijaga erishilgan. Yana bir intervyusida u operatsiya 4-5 hafta davom etishi mumkinligini bildirgan. Prezidentning ta'kidlashicha, AQShda yetarli miqdorda o'q-dori mavjud va zarbalar shiddatini saqlab qolishda muammo bo'lmaydi. Avvalroq Britaniya yana bir nashri Isroil razvedkasi vakiliga tayanib, AQShning harbiy imkoniyatlari kuchli bombardimonlar uchun 4-5 kunga kamroq, shiddatga hujumlar uchun esa bir haftaga yetishi mumkinligini xabar qilgan edi. Shimoliy Koreya Eronga raketa bermoqchi. Tramp va Netanyahu strategiyasi jiddiy zarba.
Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In kutilmagan va nihoyatda keskin bayonot bilan chiqib, agar Eron so'rasa, Pxenyan Isroilga qarshi qo'llanilishi mumkin bo'lgan raketalarni berishga tayyorligini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Shimoliy Koreya arsenalidagi ayrim raketalar bitta zarba bilan butun Isroilni yo'q qilish qudratiga ega. Bu bayonot oddiy diplomatik qo'llab-quvvatlash emas, u urush texnologiyalarining boshqa davlatlardan mojaroga kirib kelishi ehtimolini ochiq ko'rsatadi. Pxenyan shu bilan birga AQShning Eronga qarshi harbiy operatsiyalarini keskin qoralab, ularni Eron milliy suvereniteti va hududiy huquqlarining buzilishi deb atadi. Shimoliy Koreya rasmiylari Vashingtonni mintaqani beqarorlashtirishda aybladi va Tehronning o'zini himoya qilish huquqini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Bu pozitsiya xalqaro maydonda yangi siyosiy chiziq shakllanayotganidan darak bermoqda. Mazkur bayonotlar urush endi 2 yoki 3 davlat o'rtasidagi to'qnashuv emasligini anglatadi. Harbiy yordam ehtimoli, raketa texnologiyalarining tarqalishi va yadro qudratiga ega davlatlarning siyosiy aralashuvi mojaroning xavf darajasini keskin oshirmoqda. Agar Shimoliy Koreya amalda harbiy yordam ko'rsatsa, bu mojaro global strategik muvozanatni o'zgartirib yuborishi mumkin. Bugungi vaziyatda eng xavotirli jihat urush frontlari kengayib borayotgan bir paytda diplomatik tormoz mexanizmlari deyarli ishlamayapti. Har bir yangi bayonot eskalatsiyasi pasaytirish o'rniga uni yanada chuqurlashtirmoqda. Eron AQSh qarama-qarshiligi endi nafaqat mintaqaviy xavfsizlik masalasi, balki dunyo kuch markazlari o'rtasidagi katta strategik qarama-qarshilik sari siljayotgan jarayonga aylanmoqda. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. Xameneining o'limi Eron rejimining qulashiga olib keladimi? Germaniyalik ekspertlar javob berdi. AQSh va Isroil zarbalari oqibatida Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xameneining halok bo'lgani haqidagi xabarlar ortidan xalqaro ekspertlar ushbu voqeaning Tehron rejimi barqarorligiga ta'siri borasida o'z fikrlarini bildirmoqda. Germaniyalik tahlilchilarning fikricha, Xameneining o'limi tizimning butunlay parchalanishiga sabab bo'lmaydi. Qudusdagi Ibri universiteti o'qituvchisi islomshunos olim Simon Wolfgang Fuchsning DPA agentligiga bergan ma'lumotiga ko'ra, Eron siyosiy tizimi faqat bir oila yoki juda tor doiradagi odamlarga tayanmaydi. Agar hokimiyat almashinuv jarayoni cho'zilib ketsa va bunga tayyor bo'lgan davlat institutlari ishdan chiqsa, ma'lum darslar yuzaga kelishi mumkin. Ammo Isroil va AQSh tizimining markaziy figurasini yo'q qilishga erishgan bo'lsa-da, Xamenei hokimiyat tranzitini ta'minlash uchun kamida 4 ta o'rinbosarni oldindan tayinlab qo'ygan, deydi Fuchs. Myunxen xavfsizlik konferensiyasi eksperti va Germaniya mudofaa vazirining sobiq maslahatchisi Nikol Langening fikricha, Eronning boshi kesilgan bo'lsa-da, qo'mondonlik tuzilmalari hamon ishlamoqda. Uning taxmin qilishicha, Eron o'z o'q-dorilar yerda yo'q qilinmasligi uchun ularni tartibsiz ravishda sarflashni va cheklangan javob zarbalarini berishni davom ettiradi. Siyosatshunos va islomshunos ekspert Ralf Gadman esa Fox jurnaliga bergan intervyusida yanada keskin fikr bildirdi. Eron hukumati bunday ssenariyga shubhasiz juda yaxshi tayyorgarlik ko'rgan. Amalda mamlakatni oyatullohlar emas, balki Islom inqilobi muhofizlari korpusi boshqarmoqda. Ralfning fikricha, eronliklar oxirgi odam qolguncha jang qiladi, chunki ular gap omon qolish haqida ketayotganini yaxshi tushunadi. Dubaydan Tel Avivgacha alangalar, Tramp davridagi eng katta harbiy inqiroz. AQSh prezidenti Donald Trump Fox News telekanalidagi chiqishida Oyatulloh Ali Xamenei o'limi haqida nihoyatda keskin bayonot berdi. Uning so'zlariga ko'ra, Eron tomoni unga qarshi 2 marta suiqasd rejalashtirgan va ular oldin harakat qilishidan avval zarba berganini aytdi. Trump ochiqcha tarzda operatsiyani shaxsiy va strategik ustunlik sifatida taqdim etib, AQSh harakatlari kelajak avlodlar xavfsizligi uchun amalga oshirilayotganini ta'kidladi. U bu urushni amerikaliklar hech qachon yadro quroliga ega bo'lishi mumkin bo'lgan radikal va xavfli rejim bilan yuzma-yuz qolmaslik uchun zarur choralar deb atadi. Bu bayonot Washington urushni qisqa operatsiya sifatida emas, balki uzoq muddatli strategik kampaniya sifatida ko'rayotganini anglatmoqda. Front chiziqlari esa keskin kengaydi. Isroil armiyasi Hizbulloh harakati urushiga rasman qo'shilganini e'lon qildi. Isroil bosh shtabi Livan hududidan boshlangan hujumlar uchun javobgarlikni to'g'ridan-to'g'ri Livan zimmasiga yuklab, Shimoliy frontda keng ko'lamli jangovar harakatlarga tayyor ekanini bildirdi. Sher narasi operatsiyasi doirasida Isroil armiyasi ko'p jabhalik urush ssenariysiga oldindan tayyorlanganini va har qanday tahdid juda og'ir javob olishini ma'lum qildi. Bu esa mojaro endi faqat Eron va Isroil o'rtasida emas, balki Livan fronti orqali keng regional urushga aylanganini ko'rsatmoqda. Havo janglari tobora intensivlashmoqda.
AQSh harbiy havo kuchlari Eronning Su-22M4 jangovar samolyotini yo'q qilganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Isroil harbiy aviatsiyasi Eronning ballistik raketa uchirish platformalariga zarbalar berib, raketa hujumlari salohiyatini kamaytirishga urinishni davom ettirmoqda. Bu operatsiyalar tomonlar endi faqat javob zarbalari bilan cheklanmay, bir-birining harbiy infratuzilmasini tizimli ravishda yo'q qilish strategiyasiga o'tganini anglatadi. Fors ko'rfazi hududida esa vaziyat barqarorlashmayapti. Birlashgan Arab Amirliklari hududi zarbalar ostida qolishda davom etayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Dronlar, raketa qoldiqlari va havo mudofaasi tizimlarining uzluksiz ishlashi mintaqadagi iqtisodiy markazlar ham to'liq xavfsiz emasligini ko'rsatmoqda. AQSh razvedkasi Xamaneyni oylar davomida kuzatgan. CNN. Isroil va AQSh razvedkasi bir necha oy davomida Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xamaneyni kuzatgan. Bu haqda manbalarga tayanib CNN xabar berdi. Xamaneyning kun tartibi, qayerda yashashi, kimlar bilan uchrashishi, qanday muloqot qilishi va hujum xavfi tug'ilganda qayerga yashirinishi diqqat bilan kuzatilgan. Eron oliy rahnamosi bilan kamdan-kam hollarda bir joyga to'planadigan yuqori martabali siyosiy va harbiy rahbarlar ham kuzatuvga olingan. Xamaney va Eronning boshqa rahbarlari 28 fevral kuni ertalab Tehronning maxsus bir hududida uchrashishni rejalashtirgan. Bu hududda Oyatullohning idorasi, prezident devoni va milliy xavfsizlik boshqarmasi binolari yonma-yon joylashgan. Isroillik manbaga ko'ra, o'ta ehtiyotkor oliy rahnamo kunduz kuni o'zini xavfsizroq his qilgan va hushyorlikni susaytirgan. Ayrim Isroil hamda AQSh rasmiylari buni qulay imkoniyat deb hisoblagan. Shu sababli tunda amalga oshirilishi rejalashtirilgan hujum kunduzi hujumga o'zgartirilgan. Isroil armiyasi bosh shtabi boshlig'i Eyal Zamir harbiy havo kuchlari uchuvchilariga yo'llagan maktubida operatsiya naqadar jiddiy ekanini ta'kidladi. Shanba kuni tongda Arslon narasi operatsiyasi boshlandi. Siz nishonlarga zarba berish huquqiga egasiz. Biz tarixni yaratyapmiz. Sizlarga ishonaman. Hammamizga omad tilayman deb yozgan u. 28 fevral taxminan ertalab soat 6:00 da Isroil harbiy samolyotlari AQSh bilan muvofiqlashtirilgan keng ko'lamli zarbalarning ilk bosqichida ushbu majmuaga o't ochgan. Ular yuqori aniqlikdagi o'q-dorilar va uzoq masofaga uchuvchi raketalar bilan jihozlangan, deyiladi xabarda. Majmuada turli rahbarlar bo'lgan. Uchta obyektga bir vaqtning o'zida zarba berilgan. Oradan bir necha soat o'tib prezident Donald Trump Xamaney vafot etganini e'lon qildi. U bizning razvedka va o'ta murakkab kuzatuv tizimlarimizdan qochib qutula olmadi va Isroil bilan yaqindan hamkorlik qilgan holda u yoki u bilan birga yo'q qilingan boshqa yetakchilar hech narsa qila olmadi, deb yozdi Trump ijtimoiy tarmoqlardagi bayonotida. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.